Hurmatli sayyor qabul ishtirokchilari, bugun navbatdagi sayyor qabulimizni boshlaymiz. Bugun mana Tomilla obimizda navbatdagi sayyor qabulimiz belgilangan ekan. Ruxsat bersangizlar, agrobank xodimlari boshqaruvchisi Azoq Mo'g'ulman. Kimda bank bo'yicha qanaqa kredit yo'nalishi bo'yichami, kredit, plastik, omonat va boshqa tashqari qancha masalalar bo'lsa gaplashib, joyida ichiladigan joyida ichamiz, vaqt talab qilayotganini huzurda qabul kerak, huzurda qabul qilamiz yoki bankdan borib turib uchun qo'shimcha xabarni berib xat qilamiz mumkin. Masalan, yechib beramiz va bundan tashqari Tomlik tumaniga oilaviy tadbirkorlik yo'nalishi bo'yicha Zarafshon Migrokredit bank biriktirilgan. Kimda agar u bo'yicha muammo masala bilan javob berishda, ariza berishda biza ko'rib chiqib yordam beramiz. Bundan tashqari 312 soni qarab yozsa 100 milliongacha sug'urta kamchilik bilan kreditlarimiz bor. Mahalla loyihasi bo'yicha, biznesga birinchi qadam bo'yicha kreditlarimiz bor. Kimda qanaqa xohish istaklari bo'lsa, masalan, chorvachilik yo'nalishi farqli, qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar agar talab istaklari bo'lsa, asosan muammo yo'q, faqat joyida hal qiladigan joyda hal qilamiz yoki vaqt talab qilayotgan bo'lsa aytganimdek muddat berasiz, shu ko'rib chiqib masalan yechamiz. Kimni savollarga